Tushibdi, minoxidil otkat bo'lmasligi uchun dozasini qanday kamaytirish kerak? Ko'pchilik xabari bormi yo'qmi bilmadim. Minoxidil dori vositasini uzoq vaqt ishlatgandan keyin to'satdan to'xtatib qo'yish mumkin emas, chunki organizm bunga o'rganib qolgan bo'ladi. Ya'ni o'sgan sochlar prosta takka to'xtatib qo'yadigan bo'lsa, yana apparatga to'kilib ketishi ehtimoli yuqori. Xo'p, shunaqa holat yuz bermasligi uchun nima qilish kerak? Avvalambor o'zi minoxidil dori vositasini shifokor maslahati bilan foydalangan yaxshiroq. Bizda O'zbekiston sharoitida bu aptekalarda erkin, magazindan narsa sotib olganlar sotib olib, hamma xohlagancha ishlatib yuribdi minoxidil dorisini. Xo'p, mayli, ishlatdi, bo'lgani bo'pti. Endi qanaqa to'xtatamiz degan savolga, xo'p, har kun o'zi 2 mahildan surib yurgan bo'ladigan bo'lsa, 1 ml-dan 2 mahil nazarchi qilinadi o'zi u. Bir mahalga tushiriladi, bir hafta yoki 2 hafta davomida soch to'kilish ko'paymasa, keyin kun oraga o'tkaziladi, borib 3 kunda bir marta, 4 kunda bir marta, haftaga bir marta foydalanib, keyin uni o'rnini bosuvchi yana qo'shimcha vitaminlar ham berib boriladi. Masalan, vitamin biotin, vitamin sink yoki maxsus mezoterapiya, plazma terapiya ukollaridan foydalangan yaxshiroq. Shunda bu doridan batamom chiqib ketsa bo'ladi.